Menga qarang Nasinka, men o'z yoshligimda medik bo'laman deganman, lekin bo'la olmayman, lekin sizga o'rgataman. Qarang, mana bu massaj kremi sizga, bu kichkina sizga, kattasi menga. Xullas, bu massaj kremi bosh og'rig'i, tish og'rig'i, xullas tanadagi barcha og'riqlar, astma, meningit, laringit, astma, yana ana matkadagi og'riqlaringiz, xullas barcha og'riqlarning foydasi bo'ladi. Ishlating, xo'pmi? Zaytun barglari ekstrakti bu sizga ko'proq kerak bo'ladi, chunki miya ichidagi buzilishlarning faoliyatini oldini oladi, keyin esa qon aylanish sistemasi, saraton kasalliklarining oldini, keyin qalbli diabetik kasalligini oldini oladi. Xullas, bu hammaga kerak. Mana bu ham sizga ko'proq kerak bo'ladi, chunki mana ko'ra olmaysiz-ku vaqtini. Mana ko'zingiz atrofidagi ichingizdagi qorlar mamtga chiqib ketyapti, keyin to'chqa bo'lib qolib, uxlamaganingizdan ko'zingiz bunday osilib qolyapti. Keyin qarang, ajinlarim tushibdi. Mana shu hammasi ko'z atrofidagilarni bartaraf etadi, xo'pmi? Keyingi safar ikkita ayting menga ham. Keyin mana bu yuzni yuvish uchun maxsus gel. Yuzingizni 2 tonna makiyaj qiladi, mana kirlaringiz yig'ilib qoladi. O'shani silliq, toza qilib beradi, namlantirib, jilovlantirib beradi, yaltiradi. Menga o'xshab. Bu yuzni yuvadigan gel, aslida gel emas. Endi bu Rossiya emas, buni O'zbekiston deb qo'yibdi. Qorayib ketish xavfi juda ham katta. O'shaning uchun mana bu SPF dan surib oling. Mana shu yuzingizni saqlab qoling, sopiq bo'lib qoladi. So'zani qo'shnining keliga o'xshab, qora aftakiga o'xshab, qop-qora bo'lib qolasiz. Keyin kulmang. Mana bu ketidan mana buni surib oling. Nima deydi buni? O'shani surib oling. Tindiqlashida tetik qiladi, osilib, qometnikka o'xshab tek bo'lib qoladi. Mana bu ersak yog'i. Kechasi uxlamayman-ku, lunatikka o'xshab yurasiz, ko'rshapalakka o'xshab. Mana shuni ichsangiz, uyqungiz tinchlanadi. Keyin qolaversa meni ko'ra olmay stressga tushib qolyapsiz-ku, uni sezyapman, sezmaydi deb o'ylamang. Mana shuni ichsangiz, stress va uyqusizlikni oldini oladi, xo'pmi? Unga qaramang. Keyin mana sochingizni qarang, xashakka o'xshab qopti, sochingizni qaynating yoki bo'lmasa mana bu aloy shampunidan yuving, xo'pmi? Sochingizni tekis jilovlantirib beradi, yaltiratib. Keyin bu bo'yalgan sochlarga mumkin emas. To'xtang, sochingiz bo'yalmaganmi ishqilib? Nastoyashi. Shampunni aytyapman, qarang.